Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar uchun ko'pchilik so'ragan video chiqarmoqchiman. Uyima obzor degan video. Hozir endi sizlarga uyima obzor qilib beraman. Bu mana darvoza. Mana biz uy, mana ham biz uy. Mana tashqarisi. Endi mana maytdan kiriladi, bunday turadi bu mana. Bu kodlari. Manet подвал, manet uy, manet suri, mana kachela, manet tualet hammam, manet barat suri, manet подвал, mana uy, mana manet подвал, mana подвал. Hozir opadam ish qilyapti, manaqa temirlar qo'yapti, manaqa manet yopish kerak. Mana kichkinagina tomcha qilib mayt yopib qo'yadi. Mana shu uy. Keyin mayt oshxona. Bet oshxona. Mana oshxona bu ham maytdan va nariyadan ham eshigi bor. Shuna qilib mana maytda yozda qo'l yuviladigan joy, lekin qishda yuvilmaydi. Mayt parnik. Oshxonaning derazasi. Bu opadam ustaxonasi. Shunaqa joy. Ustaxona. Fotokabinet ham deymiz, ustaxona ham deymiz. Ko'pincha bu fotokabinet deb nomlanadi. Keyin mayt tualet. Keyin bet o'toxona, ko'mirxona shunaqa. Keyin mayt yozgi hammom bu. Keyin bu bet orqa taraf shunaqa xuniyroq. Bu ketak tovuq ketak. Betda ortiqcha narsalar, bu narsalar turadi. Bilmadim nimalar, endi shunaqa. Keyin bet parnik. Mana oddiy uy betdan. Betda hech kim yashamaydi. Shuning uchun ko'rsataveraman. Shunaqa oldingi eski bitta uy. Mayt mebellar. Maytam velosipedlarim, shunaqa narsalar. Mana shunaqa xona. Bir, ikki, uch, 4 xonalik oddiy mehmonxona deymiz. Oddiy uy, lekin kimdir yashagandir-da oldinlar. Shunaqa. Maytam shunaqa mehmonxona. Hozir ko'rsataman betda ham. Shunaqa uyimiz. Bet opadam ish qilyapti deyapman. Opadam ustamas o'zi aslida. Mana shunaqa oddiy betda ham nimadirlar turibdi-da endi. O'zi aslida bu xona mehmonxona. Lekin aslida mana ko'pgina yig'inlar, mehmonlar bo'lganda shu yerga ham joy solsak xona. Lekin aslida mehmonlarni o'zimizni shu uydagi mehmonxonalarga olib kiramiz. Betda ko'pgina yig'inlar bo'lganda joy yetmay qolsa betga ham joy solinadigan. Shunaqa qilib betda shpurglar turadi, xat paqirlar, betda kran, buletniy kuxnya. Mana shunaqa. Betda eski xolodilligimiz, gaz plita, shunaqa narsalar turadi betda. Bu yozgi oshxona. Va yana eski xolodillik. Keyin mayt barat suri. Shunaqa joy. Kachela. Maytda men. Mana seyf. Pul turadi. Shunaqa uyimiz. Qayerga qolib ketdi? Podvallarga kirish shart emasdir. Temir tursaklar, bu narsalar turadi. Mana kraskalar, shunaqa narsalar turadi. Chiqdim. Bizda uyimizda jami bitta, ikkita, 3 ta podval bor. Shunaqa qilib o'zimiz uyda ko'rgansizlar, menimcha ko'pchilik ko'rgan. Narigi uyda opadam turibdi, betda buvam turibdi. Shunga videoga olishlar qiyin. Bet oshxona, ichini ochib ko'rganim yo'q. Mana shunaqa oshxona. Bo'pti, mayli, sal-pal
ko'rsataman. Mana shunaqa bu yerda tikuv mashinasi bor, bilan o'tiribdi. Mana dazmol stol. Bu yoq ichkari u yoqda ko'rsatmayman. Keyin bu yer mehmonxona bu yerda. Issiqroqda yana shu haligi bir ikkita, uchta to'rtta mehmon kelsa shu narigi uyga olib keladi, lekin mehmonxonaga emas. Shunaqa. Короче, shunaqa. Bo'pti. Narigi uyga ham kirishga harakat qilib ko'raman, ketdik.